Muxbirlar, menga qara. Mana shu to'yxonaga borki, men aytgan o'yinchi bo'lsa, qo'shiq aytaman. Bo'lmasa bironta ham qo'shiq aytmayman. Hofiz, xavotir olmang, o'yinchi kelgan. Joy-joyiga. Kelganmi bo'lmasa kiramiz bo'lmasa, ha? Hofiz, bundan bo'lsa kiraman, bo'lsa kirmayman. Qising bo'lmasin, Juma. Qism bo'lsa bo'ldi. Qishloqdoshlar, assalomu alaykum. Mana bugun to'yni ham ochib oldik. Xo'sh, kelin-kuyovni oldini ochib qo'ying. Ko'chalarda odob qilish kerak. Endi so'z navbatini qishlog'imiz faxri bo'lgan Noiloj yo'liga beramiz. Hurmatli aziz do'stlar, mana 2 yoshli sunnat nikoh to'yiga shu fursatdan foydalanib men bu 2 yoshga baxt tilayman. Mana bu qo'shiqlarimiz, eng oldi qo'shiqlarimiz sizlar uchun do'stlar. Bir ketdi. Yak gulda xonim yak gul. Bir. Ye, Juma, nima qilyapsan sen? Ammo bilki ketdingmi? Uxlatagan kisan. Qara bunga tok. Ey gulda xonim vayshaning, mayli menay jon. Aka iltimos. Sen jonli aytyapsanmi yo menga eshitilmayaptimi? Aka kim bu? To'yda egasimi? Aka sen. Yig'ishtir buning. Muxbirlar va Juma